Assalomu alaykum, xayrli kech. Zo'r TV telekanalida bu kun informatsion dasturi efirda. Studiyada hamkasbim Jahongir Shahobiddinov va men Laylo Rustamova. Assalomu alaykum. Biz boshlaymiz. Chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan xarid uchun har bir xaridorga QR kodli chek berish tadbirkorning qonuniy majburiyatidir. Shu o'rinda kassa chekini o'z vaqtida so'rab olish esa iste'molchilarning fuqarolik burchi hamdir. Raqamlarga ko'ra Farg'ona viloyatida faoliyat yurituvchi 15 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektida onlayn nazorat kassa texnikasi o'rnatilgan. Lekin ayrim Qo'shtirnoqdagi uddaburon tadbirkorlar soliqlarni kamroq to'lash maqsadida naqd pulga qilinayotgan savdo uchun xarid cheki berishni paysalga solishmoqda ekan. O'rganishlar davomida aniqlangan jarayonlar ilk lavhamizda ochiqlanadi. Farg'ona shahar Bozorboshi ko'chasida joylashgan nooziq ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi shoxobcha. Shahar markazidagi bozor hududida joylashgan ushbu maskan hamisha xaridorlar bilan gavjum. Onlayn nazorat kassa mashinasiga kirim qilingan savdo pullari tahlillarni ko'radigan bo'lsak, joriy yilning aprel oyida 121 million 300 ming so'm plastik orqali, naqd pul orqali esa bor yo'g'i 8 million 700 ming so'm, ya'ni kuniga o'rtacha 300 ming so'm naqd pul kassaga urilgan. Sodda tilda aytadigan bo'lsak, savdo shoxobchasida bir kunda 300 ming so'mlik tovarlar naqd pulga sotilgan xolos. Lavhani tayyorlash jarayonida qisqa vaqt savdo do'konida bo'ldik-ku, bu yerdagi savdo va hisoboddagi raqamlar o'rtasidagi yaxshigina farqni ko'rdik. Balki biz manzilda bo'lganda savdo yurishib, xaridorlar kassada navbat kutgandir. Yana kim bilsin. Nech pullik narsa oldingiz hozir? 110 necha. Chek berishgan yo'q. Oldindan savdo qilamiz bitta? Ha, ko'p qilaman, pulni chekdan qilaman. Chek berishadimi? Yo'q, nima chek? O'zlari berishmaydimi, siz ham so'ramaysizmi? Men ham so'radim. Ulgurmayapmiz, yana berilayotganga berilyapti, so'ralganga. Ha, so'ramasa berish shartmi? Yo'q, unaqa emas. Beryapmiz demoqchiman-da. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Al-Farg'oniy ko'chasida joylashgan umumiy ovqatlanish shoxobchasi. Bu manzil ham universitet bilan yonma-yon joylashganligi bois har doim talabalar bilan gavjum, ayniqsa tushlik paytida savdo avjida bo'ladi. Lekin savdo pullari qay darajada onlayn nazorat kassa mashinasiga kirim qilinyapti degan savol tug'iladi. Endi masalan, kartadagi to'liq chek berishadi. Bo'lsa Naqd pulga berishmaydi. yo'q. Tahlillarga qaraydigan bo'lsak, joriy yil aprel oyida ushbu ovqatlanish maskanida 37 million 700 ming so'mlik plastik karta orqali savdo amalga oshirilgan bo'lsa, naqd pulga bor yo'g'i 1 million 300 ming so'mlik savdo qilingan. Bu degani barcha kirgan xo'randalar o'rtacha kuniga bir marta naqd pulga 40 ming so'mlik ovqatlangan xolos. Raqamlar esa ovqatlanish shoxobchasidagi asl holatning aksi nazarimizda. Fotomizdan boltaga naqd pul olib kelib, unaqa chiqamiz-ku. Yo'q, endi naqd pul hozir menimcha naqd pul bilan nimadir muammo bo'lmay qoldi-ku, naqd pulda. Sizlar qilgan savdo pullarini topshirsalar, ular o'zlarining savdo va sotiq qog'ozi bankdan olishlariga imkoniyatlari bor-ku unaqa. Oldinda naqd pul bilan muammo bo'lib Hamma joyga kirsa aytadi, men mana qilaman. Soliq xizmati organlari tomonidan tadbirkorlik subyektlari bilan suhbatlar o'tkazilib, onlayn nazorat kassa mashinasidan foydalanishda tadbirkorlar majburiyatlari, xususan iste'molchilarga har bir xarid uchun to'lov naqd pul yoki plastik orqali amalga oshirilishidan qat'iy nazar QR kodli kassa cheki berilishi zarurligi yuzasidan tushuntirishlar berildi. Har bitta tadbirkorlik subyekti qilingan xizmatda yoki savdosi uchun QR kodli chek berish majburdir. Berilmagan taqdirda fuqaroning soliq hamkori mobil ilovasi orqali murojaat tushishiga sabab bo'ladi. Sabab bo'lgandan keyin bu obyektga nisbatan sayyor soliq tekshiruvi tayinlanadi. Tasdiqlangan taqdirda 5 million jarima tayinlanadi. Shu holat, ya'ni shu obyekt tomonidan takror 365 kun davomida qayta sodir etilgan bo'lsa, 10 million jarima tayinlanishiga sabab bo'ladi. Ma'lumot o'rnida Farg'ona shahrida joylashgan 3196 ta tadbirkorlik subyektlariga 3884 ta onlayn nazorat kassa mashinalari o'rnatilgan bo'lib, joriy yil boshidan jami 632 marotaba chek bermaslik holati bo'yicha murojaatlar kelib tushgan va kassa cheki bermaganligi tasdiqlangan subyektlarga tegishli choralar ko'rilgan. Bu kun Maftuna Mamaslik va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.